Sizin şu farzandsiz o'tibsizlar ha? O'tdik. Farzandsiz o'tib, bir-birlaringdan shu ajralmadilar. Ajralgan. Ajralganimiz yo'q. Nima sabab bo'ldi? Qaysi muhabbat bu? Qanday muhabbat? Kimlar ajralmadik. Bor nomus qildik. Ajralmadik. Yashab kelatdik yaxshi. Yaxshi edi. Yashash. Bunday bo'lib qoldik, yaxshi yashadik. Hech bir urush yo'q edi. Yaxshi yashab yotdik. Oddiy bir yillik sabr qilmaydigan. To'g'ri. Shunday insonlarga nima degan bo'ladi? Yo, unda qilishmaydi. Iloji bo'lsa bunday nima qilmaslik kerak, ajralmaslik kerak. Yaxshi yashash kerak-da. Ular qarang, bir yil, 2 yil sabr To'g'ri. Farzandsiz yashaganiga siz 30 yil sabr qilibsiz. Lekin ayolingizni tashlab ketmabsiz. Yo'q, Bu bir mardlik-da. Bundan boshqa mardlikni bilmayman. tashlab ketganimiz yo'q. Yo'q, tashlab Bir kun ham urushganimiz yo'q. vatan qildik. Yaxshi yashaymiz deb. Bugunga tushib qoldik. Sizlarga ibrat bo'lsin. Shu holatlarda yashab, Allohga shukr qilib 30 yildan beri shu uyda yashab kelar ekanlar. Alloh bulardan rozi bo'lsin. Inshaalloh jannatda qasrlar bilan siylasin inshaalloh, ha? Shunday bo'lsin. Nima orzularingiz bor? Endi meni orzum qolgan umr necha vaqt bo'ladi yag'in bilmaymiz. Iloji bo'lsa yaxshi yashash kerak. Yaxshi bo'lib ketsin-da qisqasi. Iloji bo'lsa yaxshi bo'lib ketsin. Hali to'g'risi bir xillar gapirdi. Son yuribsam bunday. Nima qilamiz shu-da? Iloji yo'q. Sabr qiling. Ha. Shunday bo'lsin. Nima deydi? Shu onamizni nima xislatlari ko'p yoqadi? Maqsadi shu ovqat qilib beradi. Kir ustimni yuvadi, kirdi vaqtiga. Ne yaxshi. Onajon, sizga nima xislatlari yoqadi? Angay urushmaydi, so'kmaydi. Shu olib yuribdi. Shuncha yildan beri sabr qilib shunisi yoqadi, boshqa hech nimasi yo'q. Mana endi bo'lsa qarab turibdi. O'lgancha qarab turadi endi.